Assalomu alaykum, efirda Nazar haftalik ma'lumot dasturi, studiyada men Davron Nasibxonov. Ushbu dasturimiz orqali o'tib borayotgan haftaning muhim xabarlariga birgalikda nazar solamiz. Bugungi dasturimizda Qirg'iziston-O'zbekiston chegara kelishuvini Jo'g'ri Kengashning deputatlari 3 o'qishda teng qo'lladi. Lekin qanday qabul olingani nima uchun jamoatchilikka ochiqlanmayapti? Qirg'izistonda ta'lim tizimiga o'zgartirish kirgizish taklif qilinmoqda. Unga ko'ra, budjetda o'qiganlar davlatga 3 yil bepul ishlab berish kerak. Avval qanday edi o'zi? Prezident joriy yilning oxirigacha o'lkada birorta ham avariya holatidagi maktab qolmaydi deb va'da qilgan. Hozir ahvol qanday? Qirg'izistonda xavfli bo'lgan qancha maktab bor? Osiyo o'yinlariga borgan qirg'izistonlik sportchilar qanday muvaffaqiyat bilan qaytib kelishdi? Dasturimizni chegara mavzusi bilan boshlaymiz. Qirg'iziston-O'zbekiston chegara shartnomasini Jo'g'ri Kengashning deputatlari 3-o'qishda qabul qildi. Mazkur hujjat oktyabr oyining boshigacha ratifikatsiya qilinadi. Tegishli hujjatni parlament deputatlari Prezident Almazbek Atambayevning O'zbekistonga bo'ladigan safariga qadar qabul qilishni rejalashtirmoqda. Uni ikki o'lka rahbarlari Toshkentda rasmiy imzolashi kutilmoqda. Shundan so'nggina aniqlangan chegara hududlari jamoatchilikka ma'lum qilinadi. Unga qadar ochiqlanmasligi xalq orasida gumonlarga sabab bo'lmoqda. Nima uchun maxfiyligi bilan muxbirimiz qiziqib ko'rdi. Qirg'iziston-O'zbekiston o'rtasidagi chegara hududlari ikki tomonlama so'zlashuvlar natijasida aniqlanib 85% hal bo'lgan. Endi oldida delimitatsiya va demarkatsiya masalalari qoldi. Aniqlangan chegara qismlarini legallashtirish maqsadida chegara kelishimini hukumat parlament e'tiboriga yubordi. Ammo masala yopiq eshik ortida ko'rilib, ma'lumotlar to'liq e'lon qilinmagan. Jo'g'ri Kengash bilan hukumatning chegara masalasini yopiq tarzda o'tkazish jamoat orasida shubhali fikrlarni yaratmoqda. Sababi chegara shartnomasiga imzo chekilganda xalq orasida Qirg'iziston O'zbekistonga yer sotdi degan so'zlar tarqalgan edi. Buni ayrim tahlilchilar aytib, xalq nomidan saylangan deputatlar bunday masalani ochiq muhokama qilsa, parlament obro'si xalq orasida bir qancha ko'tariladi degan fikrlarni aytishgan. Tushundirme ishini yurgish kerak bo'lsa, mo'ncha kilometr chechildi. Ошонун ичинен моунчасы моунтип чечилди. Ал кыргыздарга жакшы биз даярдап аткан кагаз менен болду. Могул позициялардан биз кичине артка кеттик. Анткени себеби могул жакшы жактарды биз алдыга жылдырып алдык. Бул жактан биз кичине Өзбекстанга баягы уступка жасаганга, анткени бүт эле маселенин баарын биздей кылып чечип бербейт. Алар да өзүнүн даярдаган документтери менен келип туруп, анан кандай бир мындай содалашуунун аркасынан чечиле турганын укат. Xalq vakillari esa chegara shartnomalarini yopiq tarzda o'tishni qonun doirasida izohlab berishadi. Ya'ni Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi bahsli hududlarning aniqlanganligi haqida ma'lumot qonuniy bo'lmaguncha sir saqlanadi. Sababi muhokama vaqtida aytilgan fikrlar ikki davlat munosabatlariga salbiy ta'sir qilishi mumkinligi aytilgan. Xudoy buyursa 3 o'qidan qo'lda o'tgandan keyin, to'liq proseduralar bitgandan keyin demarkatsiya masalalari boshlanadi. Ошол demarkatsiya masalasida dagы толук маалыматтар уже ачыкка чыгып, элге толук маалыматтар берилет да. Ошол кездерде кайсы жерде, мисалы, кайсы кичинекей жер Өзбек тарапка берсе, кайсы жерде ошого равноценный жер Кыргыз тарапка алынганы боюнча да маалыматтар тагыраак берилет. Parlamentning birinchi o'qishida chegara shartnomasini qo'llash qarorini 4 fraksiya chiqarib, Respublika Atajurt hamda Unugu Progress fraksiyalari rozilik berishmagan. Bunda hukumat ko'tarilgan masalani yetarlicha izohlab berishiga vaqt bermagani sabab bo'lgan. Bundan tashqari ayrim aniqlangan hududlar bo'yicha ham bahsli masalalar bo'lgan. Жабык эшигинде каралганда албетте бүдөмү караганда ой пикирлер пайда болот. Мунга чейин мисалы ошол эле Үзөң Кууш жана башка Каркара сыяктуу чегара маселеси каралганда, мындай сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет демекчи, ушундай этияттык менен мамиле кылып калган учур. Мен билишимче, талаш тартыш болгон Чала Сарт, Унгар Тоо, ошол сыяктуу бир 20дан ашык жерлер дагы деле ушул мындай спорный деп коет, статус алардын термини боюнча. Ушундай статуста турат.
Parlament chegara masalasini yana ikkinchi o'qishda ko'rib chiqadi. Bu orada aniqlangan hududlar avvalgi shartnomaga ko'ra hal qilinadi. Deputatlar esa hukumat taklifini qo'llasa, oldinda prezident Almazbek Atambayevning O'zbekistonga bo'ladigan ish safari davomida rasmiy tarzda imzo qo'yiladi. Shundan so'ng chegara hududlari haqida jamoatchilikka e'lon qilinadi. Feruza Abdullayeva, Gulzara Baqayeva va Rustam Alimbayev, Intimaq. Ta'lim tizimiga o'zgartirish kiritish taklif qilinmoqda. Unga ko'ra, budjet asosida o'qishni tamomlagan talabalar davlat foydasiga 3 yilgacha ishlab berish qaralgan. Yosh mutaxassislar o'lkaning uzoq hududlariga yuboriladi. Qarorga bo'ysunmaganlar qonunda ko'rsatilganday o'quv haqqini to'liq majbur. Biroq bu tashabbusni hozircha amalga oshirishga davlatning daromadi yetmaydi deganlar ham yo'q emas. Oliy va o'rta ta'lim o'quv muassasalarida davlat hisobidan bilim olgan bitiruvchilarni yo'llanma bo'yicha Qirg'iziston hududlarida 2 yildan boshlab 3 yilgacha ishlab berish majburiyati yuklangan. Bunday tashabbusni Ta'lim va fan ministrligi ko'tarib, hozirda loyiha jamoat muhokamasida. Chunki respublika hududida kadr masalasi paydo bo'lib, bilim berish bo'yicha qonunga o'zgartirish kiritishga to'g'ri kelgan. Byudjetlik bölümde ayaktagan adistler 2 yılga barıp ошол бөлүнгөн жеринде иштеп берүүсү зарыл деп айтылган. Ошол себептен ушул токтомду аткаруу максатында министрлик жылына апрель айынан июль айына чейин ар бир студенттерди келген бош орундарды талапнамага ылайык биз бөлүштүрүп жүргүзөбүз. Ministrlikning tashabbusini hozirda oliy o'quv yurtlarining rahbariyati ham qo'llab-quvvatlamoqda. Chunki byudjet asosida ta'lim olgan talabalarning ba'zilari o'qishni yakunlaganidan keyin o'quv yurti yuborgan hududlarda ishlashdan bosh tortib kelishadi. Tashabbuskorlardan biri Tug'anbay Ko'ngurbayevning ta'kidlashicha, qonun kuchga kirsa bitiruvchilarni ishlashga bo'lgan mas'uliyati kuchayadi. Birinchi kursda аяктаган экинчи курска окубай же бул студенттин күнөөсү менен кетип калса, ар бир курс үчүн биздин университеттин шартында 37 миң сомдон акча төлөп кетет. Ал бүткөндөн кийин эле эмес. Себеби мамлекетке төлөп аткан акчаны эл пайдаланып, 2 жыл, 3 жыл окуп, 3-чү жылы контрактка которулуп кетип, анан контракты бүтүп, анан 2 жыл отработкасы жок эле кетип калган учурлар болду да. Taklif etilayotgan tashabbusning hozircha amalga oshishiga ishonmaganlar ham bor. Chunki ministrlik bitiruvchilarni hududlarga yuboradigan bo'lsa, dastlab ularning ijtimoiy ahvolini yaratib berishi zarur. Yo'qsa qonun qabul qilingan kundan boshlab uning bajarilishi dargumonligini tahlilchilar ta'kidlashadi. Birinchi жол барганда, mugallim bo'lib barganda qancha айлык алат? Өтө мизер. Өтө аз. Ошондуктан талапты коюп, ушундай кыласың дегенде мурда анын социалдык шартын эске алыш керек. Talabalar orasida o'z kasbini sevganlar ham yo'q emas. Ular o'qishni yakunlaganidan keyin kasbi bo'yicha respublika burchaklarida ishlashga tayyor. Faqat hukumat yosh mutaxassislarga yetarli sharoit yaratib, oylik maoshlarini ko'paytirsa, olis qishloqlarda ishlash ular uchun ham muammo emas. Главный эле мен мугалим болсом, өзүмдүн кесибим менен иштесем, мага самое главное ушул да. Эгер государство обеспечивать этип берсе, конечно, иштемекмин. Жок. Бияктан эле мен Бишкектен эле иштесем дегем. Эмесин отработкасын. Алыс жактарга баргандан деле коркосом, баргым келет. Кыйынчылыктар деле болот, албетте, биринчи барганда үйрөнүп кетебиз го буюрса. Бирок мамлекет каржылап берсе, о иштейсиң ал жакта. Ооба. Mazkur qonun bungacha tibbiy o'quv yurtlarining bitiruvchilari uchun kiritilgan, ammo pedagoglar uchun qaralmagan edi. Agar qonun loyihasi jamoat muhokamasidan o'tib qabul qilinsa, amalda qanchalik darajada bajarilishi hozircha aniq emas. Umida Mirzabayeva, Gulzara Baqayeva, Rustam Alimbayev, Intimaq, Bishkek. Ta'lim mavzusini davom ettiramiz. Prezident Almazbek Atambayev joriy yil oxiriga qadar Qirg'izistonda birorta ham avariya holatidagi maktab qolmasligi haqida va'da bergan edi, biroq O'sh oblasidagi bir necha qishloqlardagi o'quvchilar yangi o'quv yilini yaroqsiz ahvoldagi maktablarda kutib olgan. Popon qishloq hukumatidagi Qarg'ur qishlog'ida yangi maktab tugul eskisi ham yo'q. 3 yildan beri qarovsiz qolgan uyda bilim olayotgan bolalarning orzusini muxbirimiz tinglab kelgan. Qorasuvning Papan qishloq hukumatiga qarashli Qoragur qishlog'ini 3 yil avval sel qoplagan. Tabiiy ofatda 114-sonli Qoragur o'rta maktabi yaroqsiz holga kelgan. Shundan beri yangi maktab bitmay o'quvchilar uylarda ta'lim olishmoqda. Shaxsiy turar joylarning holati ham yaxshi emas, elektr yorug'i yo'q, eskirgan bino va qarovsiz qolgan. Жаңы мектепте
бүткүбүз келет. Ушинтип 11-ге чейин ушу мектеп бүтпөй 11-де бүтсөк, биз көп нерседен артта калабыз. Бирөөнүн эле үйүндө окуп атабыз. Ушу үйдүн ичи тар болгондуктан парталар ham аз. 3-төн отуруп окуйбуз. Анан кийин окуп 3-төн отурганда жазып атканда ыңгайсыз болот. Анан кышта дагы суу ар жерлери тешик, айнектери. Печке жагылат, свет жок. Ушундай көмүр жагабыз. Sel hozir o'quv jarayoni bo'layotgan uyni ham qoplab, yashovchilari boshqa joyga ko'chib ketishgan. Eskirgan binoning holati maktab binosiga nisbatan yaxshiroq deyishadi o'qituvchilar. Biroq qishda buzilgan teshiklardan shamol kirib turadi. Үйдүн акыбалы өтө начар акыбалда. Башка здания жок болгондугуна байланыштуу ушул немеге окуганга муктажбыз биз. Анан көргөзмө куралдар деле, парталарыбыз, стулдарыбыз селдин астында калып кеткен. Анан парта жетишпейт, көрдүңүздөр, окуучулар 3-төн окутурушат. Компьютерный класс жок, компьютерге киришпейт балдар ушу 3 жылдан бери китептен гана өтүп келе атышат. Бизде доскадан башка көргөзмө курал жок, ушул доска менен эле сабак өтөбүз. 140 nafar o'quvchiga 2 kishining uyi ijaraga olingan. Uning ijara haqini qishloq hukumati to'laydi. Yangi maktab qurilishiga 36 million so'm kerak. Bu mablag' 3 yil deganda bo'linib, hozir qurilish jarayoni bormoqda. Reja bo'yicha yangi o'quv yilida foydalanishga topshirilishi kerak bo'lgan bilim maskani butmay, o'quvchilar qaytadan eski binoda o'qishmoqda. Yangi bino bir qavat bo'lib 100 o'quvchiga moslashtirilgan. Yil oxirigacha foydalanishga topshirilishi kutilmoqda. Biroq mahalliy yashovchilar hozir bunday va'dalarga ishonishmaydi. Hurmatoy Nurmatova, Adina Do'stunbetova, Zair Abdukarimov, Intimaq. O'sh oblasining Papan qishloq hukumatidagi Qo'jakelen qishlog'ida o'quvchilar avariya holatidagi maktabda o'qishmoqda. 3 yil avval bo'z uyda o'qigan o'quvchilarning muammosini qayta avariya holatidagi binoga ko'chirish bilan hal qilishgan. Eskirgan binoni ham yarmi ko'chirilib, o'rniga devor qurilgan. Bilim berish jarayoni xavfli bo'lgani bilan birga sinf xonalari ham yetarli emas. Batafsil navbatdagi lavhada tanishing. Qo'jakelindagi o'quvchilar joriy yildagi o'quv yilini ham Nuragan maktabda kutib olishdi. Favqulodda holatlar ministrligi binoni xavfli deb topganiga 3 yildan oshdi. Shundan beri yangi maktabning poydevori qurilib, mablag' yo'qligi tufayli qurilish jarayoni to'xtagan. Qurilish to'xtab o'la qoldi. Shu fundament bitgan boydan эле o'sha boydan ketib, taqrirli ma'lumot yo'q. Aqcha yo'q deb ошол подрядчиктер aytib atadi ekan, aqcha bo'linmay atadi deb. Bu yilgi yili dag'al ушул мектепте калдык chamasi. O'quvchilar 3 yil avval xavfli binodan qochib, bo'z uy va ijaradagi uylarda o'qishgan. O'sha vaqtdagi Ma'ruf ministri Elvira Sariyevaning bergan va'dasi bo'yicha 2 yil avval yangi maktab qurilishi kerak edi. Qo'jakelen girdi. 2016 жылдын тизмеси бекитилелик. Бирок ал тизмеде бар. Каражатын көлөмүн азыр Finans министрлиги бекитип берет. O'quvchilar har yili sentyabrda yangi maktabga kiramiz deb umid qilishadi, biroq yangi ta'lim maskani bolalarning ushalmas orzusiga aylanmoqda. Азыркы мезгилдин талабына жооп бере берген мектепте окуп жатабыз. Биз дагы ушундай жакшы мектепте окусак дейбиз. 3 жылдан бери ушу тилегибиз ишке ашпай келет дагы, жаңы мектепке окубай келебиз. Биздин максатыбыз ушу биз окубасак дагы бизден кийинки инилерибиз, сиңдилерибиз окуса деп келебиз. Кышта бизде кыйынчылыктар көп, мектепке от жагылат, андан чыккан газдар дагы бизге сабак өтүшүбүзгө тоскоолдук жаратат. Жылда куруу адалардан биздин мектеп бүтпөй келет. Үйлөрдө окуп жүрдүк, кыйынчылык көп болот. Боз үйлөрдө кышта жылышы кыйын болду. Өтө кыйын болот. Yangi maktab 250 o'ringa moslashtirilib, xarajati 52 million so'mni tashkil qiladi. Hozir uning 14 million so'migina ajratilgan. Qo'jakelinlik bolalar qachon yangi maktabli bo'lishi haqida Ma'ruf ministrligi aniq javob bera olmadi. Oblast rahbariyati ham avariya holatidagi maktablar ko'pligi tufayli moddiy mablag'ning navbati kelganda bo'lishini bildirmoqda. Eslatib o'tsak, O'sh oblastida har bir 10-maktab avariya holatida. Hurmatoy Nurmatova, Adina Do'stunbetova, Zair Abdukarimov, Intimaq.
O'zganda yer ko'chkidan va zilziladan jabrlanganlarga yangi maktablar qurilmoqda. Jalpaqtoshning Qurbitosh qishlog'idagi yer ko'chki bosgan maktabning o'rniga yangisi qurila boshlagan. Uylarni ko'chki bosib qolib, Jamol Adir uchastkasidagilar uchun ham ta'lim maskani bu yil foydalanishga topshirilishi kutilmoqda. Qurilish ishlari bilan tanishgan hukumat rahbari Sapar Isaqov ish jarayonini tezlatishni topshirdi. Bu 8 gektarli uchastka yangi maktab qurishga moslashtirilmoqda, chunki Yalpoqtoshning Qurbi qishlog'ida may oyida yer ko'chib, Qalmurzayev nomidagi maktabni ham bosib qolgan. Endi davlatdan mablag' ajratilsa, 2 qavatdan iborat 150 o'rinli maktab quriladi. Ammo ajratilgan yer qishloqdan 1,5 chaqirim olisda joylashgan. Shu sababli hukumat boshlig'i o'quvchilar uzoqdan borib kelishgani qiynaladi deb bildirdi. Shunday bo'lsa ham seysmologik jihatdan talabga javob beradigan boshqa yer topilmadi. Bu yerga maktab salamiz deb o'tamiz. Ana biroq 1,5 kilometr eng olis 1,5 kilometrda. Baldarga pas keladi. Var, hech kim zakuchini bera olmaydi. Bir g'ana o'sha yerdan deb birda mana ishdan kelib, o'sha izlab o'sha yerga zakuchini. Yerda shart o'r 1,5 oydan keyin ele o'sha qarjaydi. 7 oy qish bo'ladi. O'sha jag'ында hisobga olamiz. Xudoy bilsa dekabrga beriladi o'tadi. Vaqt ko'rsatadi. Shart qana. Uylari yer ko'chki ostida qolgan aholi Qizil Oktyabr qishloq hududining Yomon Adir uchastkasiga ko'chirilgan. Hozirda uylarning tomini yopib, qishgacha bitirib olish harakatida. Shu bilan birga hozirda maktab yoshidagilar uchun ta'lim muassasasi bitkazilmoqda. Buning uchun davlat g'aznasidan 65 million so'm ajratilgan. Mazkur mablag'ga maktab sport zali, oshxonasi, tikuvchilik kabi to'garaklarga qo'shimcha bino bilan birga quriladigan bo'ldi. Bu yerda qurilish ishlarining boshlanganiga 15 kun bo'lib qoldi. Hozirda 35 quruvchi maktabning poydevorini qurish harakatida. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, joriy yilda dastlabki o'quv korpusining binosi bitkazilib, foydalanishga beriladi. Qurilayotgan maktablarning qatorida Yalpoqtoshning Oqterak qishlog'idagi bino ham bor. Eski maktab 2015-yilgi zilziladan keyin avariya holatiga tushgan edi. Shu bois 9 balli yer silkinishiga bardosh beruvchi binoni qurishga davlatdan 66 million so'm ajratilgan. Hozirda 150 o'rinli maktabning qurilishi 90% ga yakunlanib qoldi. Endi 200 dan ortiq o'quvchi 2 smenada bilim olishadi. Qurilish bugungi kunda bundan noyabr oyining boshida negizi o'quv korpusini ochamiz degan niyatda turamiz. Ya'ni sport zali shu noyabr oyining oyoqda borib ochiladi. Hukumat boshlig'i Sapar Isaqov mazkur bilim dargohini tez va sifatli bitirish uchun topshiriq berdi. Chunki o'quvchilar qishloq hukumatidan yoki uylarga qatnab o'qimasdan barcha sharoiti bo'lgan binoda bilim olsin dedi. Premyer ministr O'shga bo'lgan ish safari natijasida bundan tashqari Cho'ng'alay rayonidagi ijtimoiy obyektlarning qurilishi bilan tanishdi. Bundan tashqari talaba yoshlar bilan uchrashib, kelasi yillarda Qirg'izistonning taraqqiy etishi uchun bajariladigan ishlar to'g'risida suhbatlashdi. Umida Mirzabayeva, Nurjamol Barg'ibayeva, Argen Qalbekuli, Intimaq. Endi Premyer ministrning Cho'ng'alayga ish safari to'g'risida so'z yuritamiz. U yerda zilziladan jabrlanganlarning 100 ga yaqini qishgacha uy qurib bita olishmaydi. Sababi bunga imtiyozli nasiya olishmagani sabab. Chunki ipoteka kredit talablari bo'yicha qarz 60 yoshdan o'tgan fuqaroga nasiya berilmaydi. Shu sababli yashovchilar muammoni hal qilib berishni Cho'ng'alayga ish safari bilan borgan hukumat rahbaridan iltimos qilishdi. Batafsil navbatdagi lavhada tanishing. May oyidagi zilzila oqibatida 600 dan ortiq uy-joy turli darajada jabrlangan. Hozirda 500 dan ko'p oilalar qurilish ishlarini boshlagani bilan 100 ga yaqinida ish umuman boshlanmagan. Asosiy sabab esa mablag'ning yo'qligida bo'lmoqda. 50 nafari qurilishni kelasi yilda boshlashni rejalashtirsa, qolganlarning hujjatlari yaroqsiz deb topilgan. Nasiya ololmay qurilishni boshlay olmayotganlar qatorida Inoyat Shadibekova ham bor. Bir aydan oshib ketdi, ipotekaga dokument topshiram, baram, kelem. 10 жолу бардым окшойт ушунун артынан. Күйөөң 65тен ашкандарга берилбейт деп, эми балам бар мектепте мугалим болуп иштеген. Ошол балам атынан тапшырып койдум, 10 күн болуп калды. Эми эртең менен замакинге чыксам, бүгүн келселер чечип берет, эми чыда сабыр кылың деди. Jabrlanganlarga nasiya bergan ipoteka kompaniyasining talablariga ko'ra, kredit oluvchining yoshi 60 dan o'tmasligi lozim. Undan yuqori bo'lganda nasiya berilmas ekan. Hozir cheklov qo'yilgan yoshdan yuqori bo'lganlardan 50 ga yaqin ariza kelib tushgan. Эми аны ушул маселени биз жакын арада чечейин деп атабыз. Эгерде ошолордун баласы, чогуу турган баласы же мындай үй бүлөдөгү ушул жаштары туура келе турган болсо, ошолорго арыз кайрадан жазып, кайрадан ошол тизмелер райондук акимчилик аркылуу бекитилип,
областной администрация жиберет. Bu kabi muammolarni mahalliy aholi kuni kecha hukumat boshlig'i Cho'ng'alayga qilgan ish safarida aytishga erishdi. Boshqa rayonga nisbatan qish erta tushgan cho'ng'alayliklar chilla sovuqda uysiz qolishdan xavfsirashmoqda. Men premier ministr қатары, урматтуу менин бир туугандарым, мен түшүнүп атам. Азыр абдан оор акыбалда турасыңар да. Бир аз кайрат кылып чыдап койгула. Биз өкмөт тарабынан колубуздан келген иштердин баарын көрөбүз. Hukumat boshlig'i tez oraning ichida cho'ng'alayliklarning muammosini ijobiy hal etishga va'da berdi. Shu bilan birga rayondagi ijtimoiy obyektlarning holati hamda qurilish ishlari bilan tanishdi. Hozirda Cho'ng'alayda umumiy 3 maktab va bolalar bog'chasi qurilmoqda. Ularning qatorida Qashqasuv qishlog'iga ham 3 qavatli zamonaviy maktab solinmoqda. Мектеп 375 оқушыға лайықташтырылған 3 қабатты жалпы сметалық бағасы 62,5 миллион. Бүгінгі күнде 6 миллион ақша қаражат ушу подрядчиктерге берилип, азымынаки айланасы тосылған, фундаменттер бүткөрүлгөн. Mazkur bino 1968-yili qurilgan bo'lsa, shundan buyon oradan 40 yilga yaqin vaqt o'tdi. O'quvchilarga majburlikdan shu yerda bilim berishmoqda. Ammo Favqulodda holatlar ministrligi 2010-yilda bu maktabni yaroqsiz deb aniqlagan. Hukumat boshlig'i qurilish boshlangan ijtimoiy muassasalar bilan uy-joylarni uzog'i bilan kelayotgan yilga to'lig'i bilan bitkazish harakatlari olib boriladi deb va'da berdi. Shu bilan birga aholiga zarur bo'lgan mablag'ni topish yo'llarini qo'shimcha qildi. Umida Mirzabayeva, Begimay Asanova, Azam Buzrikov, Intimaq. Endi ipoteka bilan uy oluvchilarning soni ko'payishi mumkin. Chunki davlat ipotekasining ustama foizi pasaytirildi. Hukumat qabul qilgan qarorga ko'ra 1-oktyabrdan boshlab u 8% ustama bilan berila boshlaydi. Avval 12-14% bilan berilib, keyin 10-12% gacha arzonlatilgan. Bunday nasiya olish uchun fuqaro davlat organida ishlab, avval sotib oladigan uy-joyning narxining 30%ni to'lashi lozim bo'ladi. Ayni damda mamlakat ipotekalarida ishlamagan fuqarolarning ham olishiga ruxsat berilishi mumkin va bu hozirda muammoni tashkilotlararo guruh hal qilmoqda. Qirg'izistonning tijoriy banklarida ipoteka krediti 18-22% ustama bilan beriladi. Lekin bu yerda bir savol tug'iladi. Tijoriy banklar hukumat qabul qilgan 8% ipotekaga rozi bo'ladimi? Davlat mahkamalarida ishlaganlar uchun yaxshi xabar. Ipotekaning foiz stavkasi ozaytirilib, kredit olish yengillatildi. Endi mijozlar 8% stavka bilan uy sotib olishiga va yer uchastkalariga uy-joy qurishlari mumkin. Mazkur qarorga hukumat rahbari Sapar Isaqov imzo qo'yib, 1-oktyabrdan boshlab nasiya beriladi. Misалы 10%-дан 20%-ға чейин өз салымын төксө, кардарлар 10% менен алат, 10% жылдык менен. 20%-дан 30%-ға чейин өз салымын төксө, 9% менен алат. Же болсо 30%-дан өйдө өз салымын төксө, 8% жылдык менен кардарлар ала алышат. Ipoteka kompaniya birinchi mijozlarga 10-14% stavka bilan berib kelgan. Ammo jamoatchilik orasida tanqidiy fikrlar tug'ilib, nasiya oluvchilarning soni kamaygan. Shu boisdan hukumat kreditning stavka foizini ko'rib chiqib, miqdorini tushirdi. Endi yangi buyruqqa binoan avvalgi xaridorlar ham olgan nasiyalarning foizini kamaytirib to'lashlariga imkoniyat olishadi. Ведомстволар аралык комиссия чогулушунда бюджетный организациялар деп кол коюлганда, ошондуктан азыркы убакта бюджеттик организациялар жанагы мугалимдер, социальная сфера, здравоохранение ошолор эле гана алышат. Бирок буюрса бул жылдан баштап башка кардарларга дагы бериле башташат ипотекалык несиялар. Davlat kreditlari respublikadagi uysiz qolgan fuqarolarga sharoit tuzib bermoqda. Sababi davlat byudjetiga bog'lanib qolgan xodimlarning maoshlari hisobiga uy sotib olishga imkoniyati cheklangan. Ushbu dastur shu kabi xodimlar uchun eng qulay sharoitdir. Kreditning muddati esa 15 yilgacha berilib, xaridorlarning sharoiti ham hisobga olingan. Мысалы жанагы айлыгың бир 15 миң сом болсо, мүмкүн сага ыңгайлуу 15 жылга созуп 2 миңден айына төлөп туруш. Жол болсо, мисалы 5 жылда кутулам десең, анда 6 миң сомдон төлөп туруш керек да айына. Эми ошону ар бир адам өзү тандайт да жолун. Hozirda respublikadagi tijoriy banklar turar joy sotib olishga nasiyani 18-22% bilan beradi. Davlat ipotekasi bundan farqlanib, stavka foizi past ko'rsatilgan. Shu boisdan arzon uylar 2020-yilga qadar bo'lgan dasturi davlat xodimlarini qo'llash maqsadida amalga oshirilgan. Ipoteka nasiyalari hozir 13 ta bankda amalga oshirilmoqda. Nasiya stavkasini tushirish hamkorlik banklar bilan shartnoma asosida amalga oshiriladi.
Feruza Murabdullayeva, Gulzara Baqayeva, Rustam Alimbayev, Intimaq. Batkenda shol yig'ish boshlandi. Guruchning vatani bo'lgan Oqturpoq qishlog'ida sholining 70% yig'ib bitirildi. Har yilgiga nisbatan bu yil hosil mo'l bo'lib, dehqonlar narxni ko'tarilishini kutishmoqda. Rayondagi 276 gektar maydonga umumiy 780 tonna guruch ekilib, 24 million so'm daromad bo'ladi. O'tgan yili guruchning kilogrammi 100 so'mdan 120 so'mgacha sotilib, daromadi dehqonlarning mehnatini oqlagan. To'rtko'l qishloq hukumatining yashovchisi Azizbek Alibayev erta bahorda 70 sotix yeriga 60 kilogramm urug' sochgan. Donning 70% o'rilib, birinchisi kombaynga solindi. Dehqon yiliga 1,5 tonnaga yaqin hosil yig'ib, 70 ming so'mga yaqin daromad topadi. Shu yili hosili 2-3 marta ko'p bo'ldi, deydi Azizbek. Hozir bu 15 sotikda bir 40-50 day qolib qoldi. Men buni olib joyamiz. Diskalarga sap qo'yamizda. Keyin qurg'atlarni ajratib turamiz. Mahalliy aholining asosiy daromadi guruch bo'lganligi boisi bari shu ekinni ekadi. Umumiy 40 gektar maydonga don sepilsa, uni o'rib yig'ishda 6 ta kombayn jalb qilinadi. Oqturpoq qishlog'ida bir oydan buyon mana shunday qizg'in ishlar bormoqda. Kombayn yordamida guruch o'rib olinib, shundan so'ng doni juvozda tortiladi. Murda kombayn jo'g'alashdan qiyinchilikdan asfaltga jayishib, odamlar qiynaladilar. Hozir o'sha yerda kombayn jig'alib, yengil bo'lib qoldi. Hozir endi 20 qondan bir qopdan olishamiz. Joriy yilda hosil ko'p bo'lganligi bois guruchning narxi sifatiga ko'ra 60 so'mdan 100 so'mgacha sotilmoqda. O'tgan yilning shu paytiga nisbatan 20 so'mga qimmat sotilgan. Shu jinagan shalimizni ham biz shalmenle chekilmay qolmay, mana nenesindagi cho'vini prestep qo'ldan kelsa mana sotamiz. Hozir shu tapda zakolat berib ketdi taranchamichilar 50 so'mdan bir presin. To'rtko'l qishloq hududidagi Oqturpoq qishlog'idan tashqari boshqa qishloqlarda va rayondagi suv boshi Oqtatir qishloq hukumatida ham guruch o'stiriladi. Yiliga 780 tonna hosil yig'ilib, joriy yilda 10 tonnaga ko'p bo'lgan. Sababi rayonda 266 gektar guruch maydoni shu yilda kengaytirilgan. Ayanti, значит, bizde yildan yilga ko'payib o'tadi. 2016-yili 266 gektar bo'lgan bo'lsa, 2017-da 276 gektar yerga guruch ekilgan. Eslatib o'tsak, rayonda guruchning Andijon, Vzros hamda Lazin navlari o'stiriladi. Rayonda o'stirilgan guruch Qirg'izistonning barcha hududlariga yetkazilgani bois xorijga eksport qilinmaydi. Osiyo o'yinlariga borgan qirg'izistonlik sportchilar qaytib kelishdi. Ularni Bishkekda hukumat rahbari Sapar Isaqov kutib olib, minnatdorchilik bildirdi. O'sh shahrida esa sportchilarni shahar meri vakillari kutib olishdi. Turkmanistonda yopiq imoratlarda o'tgan musobaqalarga shahrimizdan qancha sportchi ishtirok etgan bo'lsa, barchalari qimmatbaho sovrinlar bilan taqdirlandilar. Bugun ertalab O'sh xalqaro aeroportiga Turkmanistonda o'tgan Osiyo o'yinlarida ishtirok etgan sportchilar kelib qo'ndi. Ularni kutib olgani chiqqanlar sportchi yigitlarimizga qalpoqlarni kiydirishsa, sportchi qizlarimizga esa gullar sovg'a qilishdi. Men aytib qo'yayin, qizlardan Altınay bilan Merimdin emgegi bulardan jasagan o'shal yerdagi erdigi bajetkis. Ta'kidlab o'tsak, Qirg'iziston nomidan 5-Osiyo o'yinlariga 157 sportchi borgan bo'lib, O'sh shahridan 8 sportchi sportning 3 turidan ishtirok etib, sovrinli o'rinlarga ega bo'lishdi. Aniqrog'i, ular sambo, bel kurashi va alish kurashlarida qatnashib, 2 oltin, 3 kumush va 3 bronza medallari sohibi bo'lishdi. 2 sportmenimiz oltin medal bilan, 3 sportmenimiz qo'lo medal bilan, 3 sportmenimiz gümüş medallar bilan kelishdi. O'shandan bu biz uchun cho'ng siymiq. O'zinglar bilasizlar, bu Spartakiyadaga 63 mamlakatdan sportsmenler katışkan. Oşal 63 mamlaketli sportsmenlerin arasından bizim jalpı komandalıq esepte Qırgız mamlaketi 8. orunda eğiledi. Bu polvonlar orasida Beknazir Rayimqul o'g'li sambo, Altınay Mamarasul qizi alish kurashida 1-o'rinni egallasa, Altınay Merim Mizamiddin qizi va O'roz Avtandil o'g'li kumush medallariga sazovor bo'lishdi. Maqsad Musabayev, Salmurbek Mamatemir o'g'li O'roz Ashirov esa bronza medallarini yutib olishdi. Belbog kurashı boyunca or salmakka çıkıp gümüş medalga жетиштим. Men utuşum gerek, men oşonça alыскы жолдон келдим. Men bulardan эмне эмкем деп болгон аракетимди жумшадым да. Ошентип алтын медалга
дагы ая болуп келдим. Ошончо адамдардын арасында өзүңүн кийимиңер да флагың бийикке көтөрүлүп турса, бул мындай сезим ар бир адамга келе бербейт го дейм. Umumiy olganda Turkmaniston poytaxtida bo'lgan 5-Osiyo o'yinlarida hamyurtlarimiz samarali ishtirok etishdi. O'lka nomidan Ashxobodga 157 sportchi borib 70 medalni qo'lga kiritishgan. Ularning 13 oltin, 20 kumush va 37 bronza medali. Shunday qilib bu ko'rsatkich bilan 63 davlat orasida Qirg'iziston kuchli 8likka kirdi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat. Keyingi dasturimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.